Navbatdagisi deydilar olimlar. Yetimlarga g'amxo'rlik qilish. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini varaqlasak agar, Rasululloh aslida kim edilar? Rasululloh o'zlari yetim edilar. Otalarini ko'rmaganlar Rasululloh. Yoshliklarida onalaridan judo bo'ldilar. Va yana o'smirlik paytida, hali yosh holatda bobolaridan judo bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari yetim edilar va yetimlarni boshini silar edilar. Juda ko'p hadislari bor. Yetimni boshini silashlik bobida fazilati to'g'risida Rasulullohdan biz ummatga, mu'min musulmonlarga juda ko'p hadis muboraklar bor. Endi kim Rasululloh bilan jannatda birga bo'lishlikni xohlasa, yetimni boshini silasin. Yetimni boshini silaylik. Har birimiz bugun o'zimizga bir savol bermoqligimiz kerakki, oxirgi payt qachon bir yetimni holidan bir xabar oldik, boshini siladik, kiyim-kechak qildik, qishni sovuq kunlarda turibmiz. Oxirgi payt mayli u bir qarindoshimizdir, uzoq bir jiyanimizdir, mayli u bir qo'ni-qo'shnimizdir, yo taniydigan bir insonimizdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima deyaptilar? Yetimni Rasululloh boshini silar edilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari borki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ana va kafilul yatim fil janna hakaza va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Men bilan deylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men va yetimni o'z qaramog'iga olgan kishi jannatda mana shundaymiz deylar. Ya'ni yetimni qaramog'iga olgan inson jannatda men bilan ana bunday dedilar. Ya'ni o'rta bilan ishora barmoqlarni ko'rsatdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Jannatda birga bo'lamiz dedilar. Yetimni kim qaramog'iga olgan bo'lsa.